Assalomu alaykum, hurmatli asrarchilar. Mana bizda ham qorlar yog'di. Mana atrofni ko'rishlaring mumkin. Arilarimiz yaxshi ishlayapti, Xudoga shukr. Bitta ko'pchilikni qiziqtirgan savolga o'zim qo'limdan kelgancha javob berib ketmoqchi edim. Arilar sovuqdan o'ladimi degan savolga. Mana hamma arilar mana tepa litoglari ham ochiq turibdi, pastki litogi ham yarmigacha yopilgan xolos. O'zi keraklicha ba'zi litoglarda arilar propolis bilan yopgan, ba'zilari mana oilaga o'xshab to'liq ochiq turibdi tepa litogi. Kecha kechqurun -10 gradus sovuq bo'ldi. Shu holatda ham mana shu holatda turgan sovuqda ham. Buni kichkinartirilmagan. Endi arini sal sovuqroq ushlansa, erta tuxumga kirmaydi. Manaqa sovuqda qiynalib qolmaydi arilar. Mana ari litogi ochiq bo'lsa ham klubda o'tiribdi, ovqat yetarli. Mana arilar yaxshi turibdi. O'lib qolgani yo'q. Litogi katta ochiq bo'lsa ham. Ko'pchilik o'ylanadi-da, qish kunida arilar sovuq bo'lsa o'lib qoladi, uni o'rab qo'yish kerakmi degan savollar bor. Shularga endi mana tabiiy misolda mana arilar qachon o'lishi mumkin? Namligi ortib ketsa o'lishi mumkin. Litoglari juda kichkina yopilgan bo'lsa, havo yaxshi aylanmasa, keyin ovqati kam bo'lsa o'lishi mumkin. Keyin yana bitta o'lishi mumkin bo'lgan sabab, oila o'ta kuchsiz bo'lsa, shunaqa masalan 10 gradus, 15 gradus sovuqda ovqati bo'lsa ham o'sha klub turgan joydan ovqat bor joyga silja olmasdan o'lib qolishi mumkin. Boshqa holatlarda arilar sovuqqa o'lishi juda qiyin. Mana. Endi ko'p joylarda ko'pchilik arilarni o'rab qo'ydi. Endi hamma o'zini tabiatidan kelib chiqib ish qiladi-yu, lekin bizda vodiy sharoitida hozirgi kunda tuxum qo'ymagani ma'qul. Tuxum qo'yib qo'ysa, uni isitish uchun mana sovuq havoda ko'p kuch sarflaydi, arilar qiynaladi. Rasxod ko'p bo'ladi.